Assalomu hurmatli obunachilar, aziz yurtdoshlar. Bugun 25-may 2025-yil. Avtoshopdan navbatdagi savdomiz esa 10 kunlik Cobalt mashina oldu. Midnight avtomatik korobka, show spravkalarda edi mashina. Mana bu mashinamizdan istoriya etib qo'ydik. 160 million so'm naqd pul olsa beramiz deb. Xudo xolasa o'zimizning mana ko'chada qo'ng'ishib Sardor jo'namiz kelgan ekan. Ukasini singillarni palak ketyapti. Nasib etsa Rossiyadami? Tabriklar Sardor. Hayırlı devletli mashina bo'lsin, jo'ra kizollarsan. Mashinaning show spravkasi jo'ra. Ana kiliti. Mashinani qaladingmi jo'ra? Baqasam normal yo'ldimi? Yillik emniyeti yaxshi. Rahmat Savdolarınızda rivoj. Rahmat jo'ra. Yaxshi kunlarda, hamisha bir to'ylarda, yaxshi kunlarda xizmat etsin jo'ra, kizollayversin. Hayırlı devletli mashina bo'lib parvoz qilayim. Kelasi hafta shu kunlarda xizmatdamiz. Qachaqning bahasi do'stlar 157 million so'm naqd pul bo'ldi, shtir pul bo'ldi mana. Topshirdik Sardor jo'rama. Kelasi hafta shu kunlarda xizmatdamiz. Mana. Qochoq